Assalomu alaykum. Qadrli parvoz aka-ukalar. Hamma yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Barchaga bugungi kirib kelgan juma ayyomi muborak bo'lsin, qutli bo'lsin aka-ukalar. Anchadan beri video qiladiganimiz yo'q edi. Ishlar bilan bo'lib ortmayotgandik. Mana xudo xolasa bugun chiroyli qilibda video qilib beraman aka-ukalar sizlarga. Kaptarlar asa ko'payyapti. Bismillah. Mah. Xo'p, mana shu chinni, hali bir jup anjon urug' chinnini bolasi bitta chiqdi bundan. Bir partiya tuxum surib qo'yganman hozir. Bitta dona hali bu yosh. Yana birar haftada cho'zilib sal kaptar bo'ladi. Sochlardan ikkita chiqqan. Buni tuxumini surmadim. Xullas bir partiya sochdan qoldi. Bir partiya chinnidan u bitta yana bir partiya tuxumi qoldi. Mah. Bugun juma dam olib ozgina o'zim ishlarim bor edi, shularni bitkazib mana shu juvoni ham cho'tga uchyapti. Domponlarni olib keldim mana kaptarlarni chiroyli qilib. Xo'p, batta mana u bir tovoq mana ko'krak bilan mana u bilan shu orqasida turgan saletti. Shu bir tovoq. Ularni bolasi edi, u porchkada gnezdoyda turganlardi. Mah. Kesinda. Mana shu bir jupti bolasi. Bir haftadan beri mana unisi zo'r uchyotdi, mana unisi. Bugundan mana unisi yomon tushdi boshladi. Yana bitta qizil kalsovda bolasi bor, kattaroq. Mana mashinasi. Ashi ham zo'r uchyapti kaptar. Yine uni ukalari chiqdi batta. Mana yerda turibdi tomchada hali bular kichkina 3 partiya qabaqa 2 partiya tuxum suruvdim, bir partiya o'zini tayida chiqyapti hozir yana. Xudo xolasa bittada 3 partiya chiqib qoldi mana. Oma uchayotganlari shu ikkita zo'r uchyapti. Hozir o'zim chiqarib uchiryapman. Keyin ikkita tedi zo'r uchyotdi, yo'qolib qoldi. Tedi yoshlar uchyotdi ular. Uni ham qizil kalsovda bolasi ekan. Mah. Sochlarga ham mana shu chinnilarni tuxumini oldim. Mana uni ukalari chiqadi, sochlar tayyorda, keyin bir partiya o'zi ishlaydi. Mana enasiga o'xshab chiqdi. Bular ozgina ko'zlari og'rib, endi tuzaldi, o'sha otasidan yuqqan bularga endi ancha o'ziga keldi. Kaptar hali yosh bular ham. Mana sezaychaliga dumini yulib yubordim, xunuk bo'lib ketdi. Qurib qolganga o'xshab dumi kalta bo'lib yulib yubordim, men chiroyli bo'lib chiqyapti. Kaptar uchib qoldi. Mah. Mana ular yana asa tuxumga haydab yuribdi bir jup. Bir ikki partiya qabaqa yana berib yubordim buni tuxumlaridan. Bitta ukaxonim bor edi, berdim. Undan oldin Muhiddin akamga bergan edim buni tuxumidan. Mana qizil kalsovda bolasi mana shu. Oyog'ida qizilmi? Buni tovog'i ham bor. Mana tebada o'tiribdi shekilli mana narigi. Ana oqrog'i shuni tovog'i. Mana ko'kchi mana tushdi ana. Ko'kcha mana uni tovog'i mana. Ko'k boshladi bolasi bu. Mana uni ikkovi. Mah. Kaptarlar asa tuxumga harakat qilyapti. Ichkarida ham bor yana kaptarlar. Mah. Shu uchirishga ertalabda ozgina vaqt bo'lyapti. O'shani bitta haydayapman, 3 tani uchyapti, qolgani qolyapti. Ketaman, yarim soat uchadimi, 40 minut uchadimi, 15 minut uchadimi, tushadi. Xullas shu bilan yuribdi kaptarlar. Hali katta tedinar yo'qolib qoldi. Uni bitta bolasi yo'qoldi. Qanot chiqib qoluvdi, ketib qoldi u ham. Uchmaganman. Batta uchmagan edi. Ketib qoldi u ham. Mana mashinlar bular bir partiya tuxumini surdim, yana harakat qilyapman. Qora bosh vampura moda bilan mana ular. Ular sayrab yuribdi. Qoraga sayrayapti, kattalar.
Ma, 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 ma. Ma, ma. Ma, ma. Hozir qizil kalsovlarda ham, ko'k boshlarda ham o'zini tayida bola bor, uje yangitdan yana harakat qilishni boshlagan bular. Bu bo'sh yuribdi, oshnam berdi buni. O'rtaga uchur kaptari zo'r dedi. Uchirib ko'raman o'zim. Sotib bordi, o'zim uchiraman dedim. Pulini o'zim berib qo'yaman oshnamga. Uchirib ko'raman nardi. Maqtovli xullas. Shunaqamikin kaptar bilamiz. 5-6 kundan beri yuribdi uyda. Kaptar ushlasam qattiq, tanasi zo'r, qanotlari zo'r kelgan, yopishib turibdi. Dumini o'zi svet ekan, shunaqa kulrang dumni o'zida yoqdi kaptar olib qoldim. Chinnilarda rabochiy qilyotgandim, mana shu bir jup sayrab yurgan o'sha oq bilan chinnini rabochiy qilyotgandim. Endi o'zini tuxumini ochtiramiz endi. Kaptarlar mana shunaqa qilib qo'yaman. Maza qilib yeyapti mana o'zi. Katta esi borlari yo'radi, ko'k boshlar, modasi mana. Mana shu bir jup. Mana ikkita bola, mashina bolasi, mana shu ikkovi javonalar. Xuddi ota-onasi o'zi bo'lgan. Qizil kalsovda xotini qani modasi. Mana qizil kalsovda modasi bo'lsa, mana bolasini bittasi. Mana javonalar bittasi. Hali bilan bir hafta 15 kun cho'ziladi. Ikkinchisi qani shu yerda yuradi hozir. Mana unisi, mana unisi ekan. Mana unisi o'zi akasi shularda. Bu zo'r uchyapti bunisi, mana mashinasi yaxshi uchyapti hozir. Bular hali uchgan yo'q, endi 15 kun, 10 kun, 15 kunda uchadi. Chinni juvoni ham chiroyli chiqdi. Yaxshi zot qilib boqsa, uchirsa bo'ladigan kaptar chiqdi. Xudo xolasa endi mana paypalilarga qo'shib haydab turaman-da buni. Ochilguncha, kaptar ochilsa keyin o'zini bunaqa o'rtoqlari bilan, tig'li paypalilar bilan haydaymiz bularni. Pokistonlar bilan bas. Ularni o'zini alohida kurugi, o'zini bir atmosferasi bor bu kaptarlarda. Yalang'oyoqqa qo'shib haydamaymiz, bularni o'ziga yarasha qiliqlari bor. O'shalarni bir ko'rmoqchiman. Oldin yoshligimda qilgan o'sha hunarlarni. Keyin bitta oq bakinlar zo'r tushyapti, o'sha tushalmayapti oq bakinlar hali. Bitta yo'qolgandan keyin yaqinda shuni ko'rib olib keldim deganlarim. Haqiqatda kaptar zo'r. 10 daqiqa vashki keladi, tirillatib tortib ketyapti. Dumi qora bilan jup tuxum qo'ygan. Lekin dumi qora unga davr mana ko'k boshlaridan, qizil kalsovdan rasa kaltaydi yurdi. Sirazi keyin ashikka qo'shan bilan jup bo'ldi. 3-4 kun o'tmasdan qo'ydi xullas. Bilmayman tayidan nima chiqadi. Tegmadim, bolalar dedim. 3-4 partiya o'z dumi qorani rabochiy qilaman deb chaydim o'zini. Deb qo'ydim o'shaning uchun bolalasin deb. Mana yoshlar Xudo xolasa bir hafta 10 kunda sekin haydashni boshlayman bularni. Formaga solamiz kaptarlarni. Oq bosh moda ham ochdi mana. Ma. Sezaycham kaptar olib bo'ldi, sho'sa qo'lda qattiq qo'yib yubormani deydigan o'q qopdi yaramas. O bir kuni dumini yulib yuboraydi, sho'sa mana shunaqa kaptar. Bo'lib turib keyin dumini yulib yubordi. Mana kaptanar. Mana moda bilan jup hozir mana. Bosh qora bilan. Ulardan hali bola olganim yo'q edi, modalidaqa yumshoq tuxum qo'yib berayotdi. Endi ozgina dorisini qiluvdi, yaxshilandi. Endi bir partiya tuxum surdim, bir partiya rabochiy bo'ladi o'zi.
mana ko'k boshlarni bolasini boqib chiqarib berdi bir partiya. Olib chiqqan yo'q, katta bo'lib qolgan katta. O'ta cho'chqor, o'ta uchqur kaptar. Qochishyapti uyga qarab yaramaslar. Hozircha endi sotiladigani yo'q. Mana shu boqib turgan kaptarlarimiz atrofdan juvonalar kelyapti, berishyapti. Uchirgan, yaxshi uchadiganlar bolalari. So'ragan aka-ukalarimizga chiqarib boryapmiz hozircha. Bunaqa o'zimiznikidan hozircha sotiladigani yo'q. Qopqonchalar bitta dumalab qoldi. Bittasi menimcha shinisi chachalari bo'lib ketyapti, adashmasam. Mana unisi qip-qizil chiqyapti-yu, narigisi olaraq. Yana bilmadim, tulovda tayi ochilganmi patirning oq joyi. Siz ham doim hushyor turadigan gaplar bo'libdi. Endi asosan bir mahal uchyapti kaptarlar. O'shanda ham uchirgim kelgan kuni, har kuni ham bas oralatib. Kaptarga moda yo'q, rassa azartga kirib qolibdi kaptar. O'sha katta yer katayda bitta o'zi yakka turibdi. Men yoqqa asosan jumonalar tasrat-sur qilib urib kataydan quyilab chiqarib tashlayapti. O'shanga shaqa tiqib boryapman o'zini. Qolgan hamma kaptar ichkariga kirib ketgan, bola berayotgan, asosan mana unda keyin bola berayotganlar shu turu. Pushta ochiq turgan eshikda bola tuqum shunaqa narsalar bor xullas. Bittasida dumuqora, bittasida qopqonlar, bittasida shu ko'klar mana ikkovi turadi. Chinnichani juda chiroyli chiqardi. Kaptar yaxshi kaptar ekan, ota-onasi ham uchardi. Xudo xolasa ozgina tarbiya qilib haydaymiz buni ham. Kaptarlar ham tulovga kirgan. Uchayotganlari mana shu yoshlar uchyapti. Modasi uchyapti, nari qiyin oralatib qanot tashlayapti. Metta bir partiya keyin mana qopqonlar boqyapti hozir. Bir partiya mana qizil kalsovni bolasi mana oyog'ida, ikkovini ham qizil kalsosi bor, qizil kalsovni bolasi. Boshqora Eronlarning tuqumini olib qo'ydim mana unga keyin. Maytda oq bakim bo'lishi kerak. O'zini tuqumi xullas o'sha aytgan mana shu manuna rasa bosib yurgan, qizil kalsov bosib yurgan. Hozir ichkarini ko'rsataman. Mana bu ham ko'k boshli bolasi. Ikkovi ham asli katta kichik bo'lib qolgan, bittasi xullas urinib qoldi menimcha. Mana keyin ko'k boshli o'zini tayidek bolasi. Mana qizil kalsovli nar. Mana shu ikkovi bas ekan, bittasi qizil kalsovligi, qizil kalsovli bolasi, mana unisi ko'k boshli ekan. Mana ularda akasi ekan xullas. Mana qizil kalsovliklar tayida ikkita bolasi bor buni. Ingacha o'xshatma albatta. Bosadigan darajada bas katta ekan avvallar. Qizil kalsovligi bilaman. Qoch qiz. Soch yotibdi batta, soch chinnini tashqarida yurgan chinnichani ukalarini ochdi bu, xudo xolasa, chunki mana yerda tuxum po'chaqlari turibdi-da, bundan boshqa kaptar bosib yotgan yo'q edi batta. Ko'k kalsovniki ekan, mana unisi bittasi qizil kalsovniki ekan. Chiqish bor, o'yna, optoda mazal qil. Mana qizil kalsovni o'zi boqayotganlari, mana ko'klarni o'zi boqayotgani ko'k boshdi. Maytda Eron hali katta nar bilan rampuri qora bosh modani tuqumini bosib yotibdi. Buni o'zinikini bitta kunda qo'ydi. O'zinikini u qopqonlarga olib kirib berdim. Chunki chiroyli boqdi bolani, bir xilda chiqarib berdi. Mana mashina tovog'i bor, o'ziga o'xshagan bir xil shunaqa yo'q. Bu ko'k kalsovni bolasi. Aka-ukalar ham o'zini ehtiyot qilsin, yaxshi kunda ko'rishaylik. Salomat bo'linglar.